Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan Nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda albatta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Oldingi darslarimizda yozilsa ham o'qilmaydigan harflarni o'tgan edik. Bu safar o'sha darsimizni takrorlaymiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Quyidagi misollar kabi so'zlar qo'shib o'qilganda avval kelgan so'z mad harfi bilan tugagan bo'lsa ham, keyingi so'z bosh harfi bilan yopiq bo'g'in hosil qilingani uchun ular qisqa unlilar kabi o'qiladi. Bunday holatlarda ikkita harf o'qilmay tushirilib qoldiriladi. Masalan, hazal baladu. Mana bu joyda lam harfi kelyapti sukun bilan. Undan oldingi harf ikkita alif kelyapti. Mana shu holatlarda lam harfida sukun kelsa yoki n harfida qaysi harfda ham sukun kelib, undan oldingi harflar alif bo'lsa, mana shu lam harfiga o'tib ketamiz ekan. Hazal baladu. Mal qari'ah. Mana bu joyda ham lam harfiga o'tib ketyapti, chunki ustida sukun kelyapti. Oldingi darslarimizda o'tdik. Tashdid kelsa ham ikkita harf tashlanib ketdi. Bu ham sukun kelganda ham ikkita harf tashlab o'tib ketamiz ekan. Ikkitami, bittami farqi yo'q. Bunda alif kelyapti. Alifdan keyin lam sukun bilan yoki boshqa harf sukun bilan tashdid bilan kelsa, shu harfga o'tib ketamiz. Bunga yaxshilab e'tibor berib tushunib olishimiz kerak, chunki Qur'onda bunday joylar juda ko'p keladi. Mal qari'ah, mal hutamah. Qur'onda o'qilishi mal hutamah deb o'qiladi. Mana bu bilan u qoldirilib ketadi. To'xtagan holatda shunday o'qiladi. Qo'shib o'qib ketsa mal hutamatu deb o'qiladi. Hazallazi. Man zallazi. تحتها الأنهار فقلنا اضرب. Buni bu harfi, bu harfni qalqala qilmashimiz kerak. Ishlab turilamiz. فقلنا اضرب بئس الاسم اهدنا الصراط يا أيها الناس إلى الناس على الناس في الأرض في الصدور قالوا اتخذوا قالوا ادعوا لقوا الذين أوتوا الكتاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا الصالحات. Do'stlar, bu yerda
hammasi ham Qur'on oyatlari ekan. Shuning uchun e'tibor berib, yaxshi, to'g'ri qilib o'qishni harakatini qilamiz. Chunki har bir arab tilida har bir so'zni o'zining o'rni bo'lib, bitta harf tushirib qoldirilsa ham ma'nolari boshqacha bo'lib ketadi, o'zgarib ketadi. Shuning uchun to'g'ri qilib o'qishlikni harakatini qilamiz inshaalloh.